Oho, yonboshlari ham o'dar ekan-ku buni. Yehe, mana qilib o'yib kirib ketganmi? Nima bolaga o'dardi ekan bu? Yehe. Nima bo'lgan bu mashina, Jalol aka? Bilmayman, selga bo'lgan, sel. Manaqlari bilan o'yib kirib ketdi-da. Motor korobkasi yaxshi ekan-a? Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, Jalol ota servis kanalini kuzatyapsiz. Yana bitta 2018-yilda ishlab chiqarilgan mana shu tomondan zil urib ketgan mashinani olib keldik. Mashina shu holatida ko'pchilikda vaqtini olmasdan turib aytamiz, 30 million so'mga shunaqa mashinani oldik, mana shu mashinani oldik. Hozir bizda general do'rimiz olib kelish bilan, o'rtakash bilan 33 million so'mda turibdi. Mashinani o'zini halol yurgani 52 ming ekan. Mana hozir ko'rsatamiz aniq qilib. O'zini halol yurgani 52 ming, motor korobkasi zadnimosi o'ta tiniq. Zo'r mashina bo'lgan, xudo xolasa shunaqa tepa bo'lgan mashina qattiq urilgan, yonib ketgan O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Topilgan $100 hadyamiz bor. Narx haqida kommentariyalarni, fikrlaringizni kutib qolamiz. Hammaga rahmat. Xudo xolasa mana shogirdlar shu mashinani taxlaydi.